bir yigit masjiddan chiqib kelyapti, ko'ziga Azroil ko'rindi. Azroil menga qarayapsiz, ha, sizga qarayapman. Umringiz qisqa qoldi, 4 kundan keyin huzuringizga kelaman, ogoh bo'ling dedi-yu, Azroil ko'zdan g'oyib bo'ldi. Haligi yigit uyga borib ibodatini kamini qilaman, 4 kundan keyin dunyodan o'tar ekanman degan xavotir tushib, ibodat qilib turganda bittagina sinimni holi nima bo'ladi? Sinimdan xabar olmasdan ketaman deb ibodatini to'xtatib, sinisini ko'rgani ketdi. Juda uzoqda turar ekan. Borib sinisidan bilan ko'rishib, u bilan xayrlashib, yana qarangki, uyga qaytib kelib, 4 kun muddati o'tib bo'lib, bugun Azroil kiradilar deb xavotirda ibodat qilyapti. Yo'q, Azroil 5-kuni yo'q, 6-kuni yo'q, 7-kuni, 11-kuni masjiddan chiqib kelyapti. Endi Azroil kulib turibdilar. Azroil alayhissalom, mana qancha xavotirga qo'yuvdingiz, 4 kunda kelaman dedingiz, bugun 11-kuni deganda, 4 kun rizqingiz qoldi desam, nima amal qilding deganda, amal qila olmadim. Bitta sinim bor edi, sinimdan xabar olgani bor edim deganda, o'sha siningdan xabar olganing uchun, siningga oqibat qilganing uchun Alloh ham senga oqibat qilib 40 yil umr berdi, 40 yil rizq berdi, yana 40 yil yashaysan degan xabarni aytib ketgan ekan, azizalarim. Og'ni kechib o'tsa bo'lar singil uchun. Og'ni kechib o'tsa bo'lar singil uchun. Jonni kechib o'tsa bo'lar singil uchun. Ota uyda ulg'ayish bor, qolish yo'qdir. Opalarni